Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sıdağacı Ruzi, bugünkü ıslahı 2022 yıl 8. ayının 20. günü vatandaşı. Hazır Qaraganda vaziyette başka taraflarının vaziyetini koyup, müstemlike vatanның özüge nazar salıdığan bolsak, 7. ayının 31. günden başlap Xitay müstemlikçileri, yani yeni tayinlengen gubernator Maşinri juqumluq virus, koronavirus qaytadan baş kötədi. Partlap çıktı dep Uygurlarını virus bilen özünün öyleriga nazarband qilib, bugün tünügünlerden Amerika ovozida berilgen bir parça xabarga qaraganda, bu özünün öyiga nazarband qilmay, özü o'ltagan binolarga nazarband qilmay, yani apırıp jaza lageriga nazarband qilganligi. Yoki qisqasi Uygurlarni yani bastırışni başlaganligi, bunun sebebi nima? Bugünkü leksiyalarımızda iznimiz vatandaşlarım, andım bunu Uyguristan'da, müstemlik Uyguristan'da yolu koyup olup, Xitay hükümeti 8. ayının 6. günü den başlap Tibet demedel şundaq siyasetini oturup koyuptu. 2 rayon, Xitay'nın kalimedeki Abdunum rayonlar. 2 müstemlike, sizden bizden kolumuzdaki, kalemimizdeki müstemlike ülkeler. Xitay zaten nemi qilmoqchi, qandaq vaziyatga bog'liq bo'lib qoldi. Bugün biz bunu sizlar bilan birga muhokama mutolaa qilamiz vatandoshlarım. Mavzu mundaq. Mutaxassislar Şinjan Uyghur Abdunum Rayoniya müstemlike Uyg'uriston ve Tibet'te juqumluq virus tüpeyli qamal qilish Uyg'urlar ve Tibet'le qaratgan bastırışı texmi ağırlaştırışı mümkün deyishdi. Mavzuluq xabar 8. ayının 20. günü Amerika ovozdan Xitay til programmasi e'lon qilindi. Xabar bundaq boshlandı. Washington musha ayda Şinjan Uyghur Abdunum Rayoni, yani müstemlike Uyguristan'da ve Tibet'te yeni o'tirg'i chiqqan koronavirusi Jungo'nun g'arbki ishki chegara rayonini qamal qilish rayoniga aylantirdi. Şinjan Uyghur Abdunum Rayoni, yani müstemlike Uyg'uriston 7. ayının 31. günü koronavirusi bilan juqumlanganlar to'g'risida dokolat e'lon qilib, bir hafta o'tgandan keyin, yani 8. ayının 6. günü Tibet Abdunum Rayoni Tibet'te yangi koronavirusi bayqaganligini e'lon qildi. 8. ayının 18. günügacha Şinjan Uyghur Abdunum Rayonida müstemlike Uyg'uristonda 329 xatarlik rayon ayrıldı. Bunun içinde 138 xatarlik rayon yana ayırıp çıkıldı. Tüven derecelik xatarlik rayon 24'e ayrıldı. Oxşaş bir günde Jungo Tibet dairleri, Tibet'te 346 yuqur derecelik rayon ayrıqallığını ve 320 o'tir derecelik xatarlik rayon ayrılğanlığını e'lon qildi. Jungo Yer Şahri Vaqt gazeti munda xabar qildi. Şinjan Uyghur Abdunum Rayoni, yani müstemlike Uyg'uriston ve Tibet Abdunum Rayoni doiralari o'rta ve yuqori darajali xatarlik rayonlarda jimlik ichida boshqarishni yo'lga qo'ydi. Jungo doiralarining jimlik ichida boshqarish iborasi belgilengen xatarlik rayonlarni qamal qilish, kishilarning uydan chiqishini ve sayohatga chiqishini cheklashdan berdi. Yarışar Vaqt gazeti mundaq ko'rsatdi. Xitoyning gazeti Şinjan Uyghur Abdunum Rayoni, yani müstemlike Uyg'uriston ve Tibet'te bayqalgan
Koronavirusning o'zgarishi xili Jungoning sirtidan tarqalib kirgan Omikron o'zgargan xili deyish orqali Jungoning boshqa rayonlaridan bu kasalni Tibet va Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoniga mustamlika Uyg'uristonga elib kirgan degan so'zlarni inkor qilmoqchi bo'ldi. Erkin Osiyo radiosi Xitoy til programmasi o'tkazib xabar qilib bunday ko'rsatgan. Yangi yuqumlanish kasal avrishkilari Jungoning ichki qismidan kelgan. Sayohatchilar bu rayonlarga elib kirgan yuqumli viruslardir. Xalqaro Tibet harakatining vaqtliq raisi Bu Cheng ta'sirining so'ziga asoslanganda bu kasal yana portlashdan burunla Tibetga keladigan chet ellik sayohatchilarning yo'li qamal holatda turadi. Yani bu kasal kelmasdan burun Tibet allaqachon qamal qilinib bo'lgan chet elliklarning kelish yo'li edi. Bir nafar Xinjiang yani mustamlik Uyg'uriston Uyg'ur yerlik hukumatning o'ch elishidan qo'rqqan bir nafar ismini oshkorlashni xohlamagan Uyg'ur Amerika ovoziga mundaq dedi. Biz o'ltirgan butun binodagi odamlar jimlik ichida boshqarish niqobi ichida hech kim bilmaydigan noma'lum bir yerga yo'tkab ketildi. Bizga ayrim yerda turishga elib boramiz deb uqtirish qilindi. Ularning deyishcha izqo'g'lab izlayotgan allaqachon mushu binodagi kishilar bilan uchrashgan bir xanzu kishi biz o'ltirgan mushu binoga kirgan emish. Hamda bahona shu bo'ldi-ku. Deb ko'rsatdi ismi noma'lum yoki ismini aytishni xohlamagan bir nafar Uyg'ur. Davomini anglaysiz vatandosh.